Assalomu alaykum. Bugun 3-may 2026-yil. Xudo xolisa pomidorlarimiz rivojlanishda davom etyapti. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi litsenziyasi hosilda, ikkinchi litsenziyasi gulda, ayrim nimalarda. O'ziga yarasha sekin rivojlanib boryapti. Eng oldilarini ko'rishimiz mumkin. Mana men bularda misol aytganda birinchi litsenziyasi mevada, ikkinchisi gulda, uchinchisi mana shoda tashagan. Rivojlanyapti, Xudoga shukr. Yana bizda baribir muammo bu, muammosiz bo'lmaydi. Trips degan muammoga duch kelib qoldik. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana shuni mayda qilib chaqib tashagan. Bu kelajakda mevani sifatiga juda katta ta'sir qiladi. Xudo xolasa bunga ishlov berishga harakat qilamiz, oldini olishga. Buni oldini olmasak, ancha bizga ziyon yetib qolishi mumkin. Bugun ildizidan ovqat beryapmiz hozir. O'sha yana aytganim Datis 2+, Eronning dorisi 1 tonnaga 2 litr beryapmiz. Unga qo'shib magniy sulfat 1 tonnaga 1 kilo kaliy nitrat, 1 tonnaga 1 kilo temir qo'shyapmiz. 13% bio'lchimniki. Uni 1 tonna suvga 100 gram qilib qo'shib beryapmiz hozir. Umumiy ko'rinishi pomidorlarimizni ko'rib turganingizdek. Xudo xolasa rivojlanishi yomon emas. Mana shuni shodani ko'rsak ham bo'ladi mana. Bitta, ikkita, uchta, mana to'rtinchisi ham tashagan. Bu yerda yon qo'sh nimasi shoxi, mana 5-inchisi. Tashkillarimiz o'sib ketgan, qo'limiz yetmayapti. Shularni ham oldini olishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom eting. Eng yaxshi agrotexnik ko'rsatayotganlarimizni sizlarga qo'yib borishga harakat qilamiz. Salomat bo'linglar.